3 million! Omonxon! 3 million! Qayoqqa bunaqa qildi? Nima bilmayman shunaqa qilishni, lekin hammayli. Voy, va! Voy, bular tushunagasiga qoldi, va! Omonxon 3 million! Bo'ldi do'stlar! Voy, bular ichimga ketdi. Va bilasizlarmi, nimaga men 3 million omonishni bunaqa bir oddiyroq qilib nishonladim? Kimdir shu haqida o'ylab ko'rdimi? Qani qolgan blogerlar Omonxon bitta o'zing etsan deb chatga yozishyapti-hamda. Bu nishonlash emas 3 million obonachi. Uchinchi bunaqa nishonlamaydi. 3 million obonachini yaqinda fan stirchi qilamiz. Juda ham katta sahna oldi. Kerak bo'lsa, o'zi atiga 500 tagami, 1000 taga eng ko'p pul mo'ljallangan joy bo'lsa, men o'sha 3000, 4000, 5000 kerak bo'lsa 10 ming odam yig'moqchiman. Va hammani chaqirib, Omonxon aktivi qanaqaligini va onasini emsi mana shu 3-4 yillik mehnatni mevasi qanaqa bo'lishini ko'rsatmoqchiman. Men nafaqat tipa qichov bolaligimni ham maqtamoqchiman. Men rostdan ham o'zbek mediasida hech qanaqa